Darmon mahsulotlari endi Andijonda. Shu kunlarda sog'lig'ingizda qanday muammolar bezda qilib turibdi? Sog'lig'ida shu bosh og'riq ozgina. Xo'p, qanaqa yo'llar bilan davolaysiz? Limon shunaqa dori vositalaricha Tabiiy yo'llarchi? tabiiy yo'ldan foydalanib ko'raman. Men sizga darmon mahsulotlaridan tabiiy yo'l bilan davolash uchun limon va zanjabilni tavsiya qilaman, oka. Ozish, bosh og'riq, qon ko'paytirish o'shalar uchun davo bo'ladi, oka. Bu sizga. Shu kunlarda qon kamligidan ko'p boshim ko'par edi. Xo'p, qanaqa usullarni qo'llab ko'rdingiz? Qon ko'paytirishga. Aptekadan dori-darmon bilan qo'llab ko'rganman. Tabiiy usullarcha? Yo'q, tabiiy usul bilan Men sizga darmon mahsulotlaridan namatayligini tavsiya qilaman. Bu namatayligi aynan qonni ko'paytirish uchun kerak bo'ladi. Bu sizga sovg'a. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu sovuq kunlarda sizni qanday sog'lig'ingizda muammolar bor? Hozirgi boshim og'rib turadi ozgina. Hozirgi kunda ko'pini ichaman. Xo'p, sizga men darmon dorilarini tavsiya qilaman. Barchasi tabiiy mahsulotlar 2020-yildan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Har xil kasalliklarga, qon kamligiga, ozish, boshqa shunga o'xshash kasalliklarga davo. Rahmat. Sog' bo'ling.